23-mart birinchi sortdagi bodomlarimiz gulladi. Deyarli gullab bo'ldi. Mana ular ham. Chaman. Yaxshi serhosil. Bu yerlarga mana. Asosan o'rta qismida hosil. O'tgan yili buni yarmisi deydi. Taxminan bundoq tegida gul bo'lsa hozir mana bitta qancha guli bor. Bir yil oldingi arxiv ko'rsa ham bo'ladi, qanaqa farq bo'lganligini. Xo'p. Bular endi gullash bo'yicha, changlash bo'yicha, gullash bo'yicha, hosil bo'yicha lider ikkinchi raqamimiz. Eng vaqtli yog'ib oladi. Quyosh chiqmasdan. Mana xudo xolasa hammasi changlanish natijalari yomon emas. Mana masala. Endi bunga oziqa kerak. Mutaxassislar maslahatlashamiz. Gullab bo'ldi mana. Ikkinchi raqam. Bunda gul mana ko'proq. Tekidan boshlab, uchigacha bor. Mana bunda ham shunaqa. Bittadan tepagacha bor. O'rtasida ozginalar bor, lekin umuman olganda balandligi ham hozir mana endi buni qancha bo'lib ketdi. Balandligimiz 3 metr bo'ldi. 2,5 metr bo'ldi balandligi. Hop, endi bu mana 2. 3ga keldik. 3-chi bodom. Bu ham yaxshi gullada. Bunun uchlarida yo'q. 2ga qaraganda bunda uch tepalarda kam. Ularni ko'ramiz. Yaxshi. Bitta chiqdi. Ustoy. Endi tabiiy buni 100% hammasi bodom bo'lmaydi. Pishmay qoladi, yetilmay qoladi, rivojlanmay qoladi. Pishi yaqin qurib qoladi. Bunaqa defektlar ham bo'lar ekan. Bu mana bu 3 tugidi hozir. Asal dekyapti. Voy, mashallah, nima ekan endi bu? Buni yovvoyisi bu. Padvoy o'zi chiqqanda. Gullagani. Mashallah. Qo'shni bayram boshlashdi. Hop. 3 dedik. Mana 3 gullari rangi ham farqi bor mana. Buniki ham yaxshi. Hop, mana. Guli chiroyli, juda ko'p. Mana. Qilsak. 3-chi sort. Bitta olma sababi 3, 4, 5-chi 23-martdagi holat mana. 3-chi bodom. Hop, mana. Uzr, 4 degani bu. Bizga 2, 3, 4. To'xtang, 2 bilan 3 anaqasi bir xil ekan. Xullas, mana farq qilyapti. Gul rangidan farq qilyapti. Men e'tibor bermasdan o'tib ketib qolibman. Biz hozir 4damiz. 4 bilan birga 5 ham shunday farqiga borib qo'ysak, asosiysi bizga analiz qilishimiz uchun shu kerak. Xo'p, mana 4-inchimiz. To'ri anaqasi yaxshi edi, guli o'zi.
2 bilan 4 zo'r bo'lyapti. 3 ga sal kamroq bundan. Mana 4. Keyingi yilga shunaqa solishtirganimizda ma'lum bo'ladi mana. Endi 5 mana. 5 kurtilar umuman sezilmayapti. Bunaqa ob'yomdagi gul ko'ramiz, men kutmayaptim. To'g'risi mana nimagadir buni kurtilari qanaqadir boshqa ekan. Uni kurtigini ko'ra olyapmiz. Buni hosili ko'p, buniki kamroq kurti ekan, buniki ko'proq. Lekin bo'ladi prognoz qilish qiyin, oldindan qarab bilish qiyin. Sababi mana hosil. Mana hosili, mana hosili. Mana hosili. Endi Sayjonni aytishi bo'yicha aka biz o'tgan yilgi oziqasini bera olmadik, kurtilarni rivojlantirish uchun yaxshi xod qila olmadik. Fikr bildirdi, qo'shilaman shu yili. Juda ish ovora bo'ldik. Keyin ozgina kadrlarda перестановкалар bo'ldi. Shu bilan o'sha paytda kim biz oziqasini bera olmadik. Mana bilamoqda oxirgacha shunday ko'rinib turibdi. Mana gullari. Buni o'rtacha tekshiramiz. Yomon emas. Alhamdulillah zo'r. Mana bu ham yaxshi. Ular o'rtoqlar mana bizani eng lider sotuvimizdagi lider sortli bodom, lider eng zo'r sotiladigan, eng qimmat sotiladigan bodomlardan yulqa po'choqligidan bittasi shu. Ma'lumot uchun. Sigirlar uyg'ondi. Arli ishlashyapti. Arli zo'r ishlashyapti. Alhamdulillah. Asal hidi. Buni endi qanday hidini ham yetkazib bera olsak. Mana. Tur. Endi 4-bodom hosilni ko'rish kerak. Bu ham sovuqqa chidamli. O'tgan yil ham minus temperaturada yaxshi o'tdi. Bu yil ham yomon emas. Eng ko'plardan bittasi shu. 2da ham ko'p, lekin 2ni sovuq ush ehtimoli bor. Bu o'tgan yil chamanligini qaraydi, mashalloh. Bagam jo'q qolgan ey voy subhanalloh. Nima qiling mana.